Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hozir adabiy o'qish darsi. Darsimizning mavzusi Qirg'iziston Respublikasining Konstitutsiyasi. Darsimizning maqsadi Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyatini bilasizlar. Huquqiy savodxonligingiz va madaniyatingiz oshadi. Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasini hurmat qilish ruhida tarbiyalanasizlar. Qirg'iziston Respublikasining Konstitutsiyasi. Har yili 5-may Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni deb hisoblanadi. U 1993-yil 5-mayda Qirg'iziston Jogorg'i Kengashining sessiyasida qabul qilingan. Konstitutsiya nima? Konstitutsiya davlatning ijtimoiy va davlat tizimini, saylov sistemasini, mamlakatni boshqarish faoliyatini tashkil etish tamoyillarini, fuqaroning huquq va burchlarini belgilovchi asosiy qonundir. Davlatning barcha qonunlari konstitutsiyalarga asoslanadi. Demak, konstitutsiya barcha qonunlarning asosidir. Konstitutsiyaning 2-bo'limida inson va fuqaroning huquqlari va erkinliklari haqidagi moddalar berilgan. Konstitutsiya qonunlariga barcha Qirg'iziston fuqarolari amal qilib bo'ysunishlari shart. Ayrim moddalar bilan tanishamiz. Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasining 37-moddasida kattalarga hurmatda bo'lish, oila a'zolariga g'amxo'rlik qilish har bir odamning majburiyatidir deb ta'kidlanadi. 44-moddasida esa har bir fuqaro dam olish huquqiga ega ekanligi tasdiqlangan. 45-moddada bo'lsa, har bir fuqaro davlat bilim berish maskanlarida negizgi va umumiy bilimlarni bepul olish huquqlariga egadir deb tasdiqlangan. 48-moddada esa har bir Qirg'iziston fuqarosi tabiatni muhofaza qilish, o'simliklarga va hayvonlarga g'amxo'rlik qilishga majbur. Ya'ni biz tabiatni sevishimiz va unga ziyon yetkazmay asrashimiz kerak ekanligi uqtirilgan. Endi esa daftarlarimizni ochib, bugungi sanani yozing va izohli lug'atni o'qib daftaringizga yozing. Tamoyil, mayil, moyillik, tendensiya ma'noni bildiradi. Insho qilmoq arabcha so'zdan olingan bo'lib, hujjat, matn, qonunning raqam bilan ajratilgan mustaqil bo'limi. Baxtnoma fors-tojikcha so'zdan olingan bo'lib, baxt yo'liga boshlovchi asar. Grajdan ruscha so'zdan olingan bo'lib, fuqaro. Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, savol va topshiriqlarga qarab o'qing. Javoblaringizni daftaringizga yozing. Qirg'iziston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan? Konstitutsiya qanday qonunlarni o'z ichiga oladi? Uyga vazifa. Savollarga javob bering va matnni ifodali o'qing. Darsimizni O'shlik bolalar shoiri Umar Odilning Baxtnoma she'ri bilan yakunlamoqchiman. Mehnat qil, bu elda qahramonlikdir. Mehnatning zamini hur omonlikdir, deya insho qildi har varag'ida. Modda qilib, sodda qilib Baxtnomamiz. Ilm ol, tole yor, sen yosh grajdan, cho'qqiga ko'taril, bari kurashda, deya insho ayladi Baxtnomamiz. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling.